Assalomu alaykum do'stlar, meni ismim Durdona. Oxirgi kunlarda Omonxonni Darknet videosini ko'rgandim va men tanishlarim mana shu videoni tashlab, "Shu Izabella klon sanmisan?" deyishdi. Keyin bo'lsa, men ham ularga hazil qilib, "Da, men dedim. Men ichimdan ham hamma shu Izabella klonga o'xshatdi." Men to'g'risini aytsam, o'rtoqlar, u qiz emasman. Lekin Omonxon aka mana shu videoni ko'rib menga aloqaga chiqsalar, Darknet videosiga albatta tushib bergan bo'lardim. Bu narsani sizlarga nimaga aytyapman? Instagramga kirib qarasam, hamma rostdan ham mana shu Izabella deb o'ylayapti meni. Afsuski o'rtoqlar, u Izabella men emasman. Meni ovozim o'xshagani qanaqadir Izabella qilib qo'yolmaydi meni. Chunki bu dunyoda odamni baribir o'xshashligi bo'ladi. Menga o'xshagan qiz qancha, menga o'xshagan odamlar qancha. Shuning uchun sal bo'lsa ham o'ylab, fikr qilinglar, kommentda unaqa bo'lar bo'lmas gaplarni gapirmanglar.